alaykum parranda ishqibozlari. Navbatdagi temirdan tayyorlangan qafasimizni sizlar bilan tanishtiramiz. Ko'katagimizning o'zi razmeri 3 metr, ikki tomonda 40 santimetrdan sandiq chiqarganmiz. Tuxumlar joyiga 380 ga boradi. O'qish uzunligi bu tomonda ikkita xonachasi bor. Tuxum olishi sharoitlarini o'rnatib ketilgan, eshiklari o'rtasidan bo'lingan ikki xonali eshiklari. Kattagina mana odam xotirjam sig'adi. Profildan tayyorlangan eshiklari. Toni idishlari juda chiroyli holatda tayyorlangan. Setkalarimizga keladigan bo'lsa, setkalarimiz zanglamaydigan, o'sha yaltiroq setkadan qo'yib o'rnatilgan. Trasga sepib qo'yganmiz setkalariga ham. Shipr ostiga esa falgalarni albatta qo'yib o'tilgan. Katagimiz 2 ga ajratilgan. 1,5 metrdan bo'lib qo'yganmiz. 2 xil tovuq boqish uchun mo'ljallangan katagimiz. O'rtasini ochib qo'ysa ham bo'laveradi. Bitta bo'ladi o'shanda. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa 94 kodi bilan 177 3315 raqamiga murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz Namangan viloyati 3 tumani Jidatepada joylashgan. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, plus belgisini bosib qo'yasiz. Eng sara kataylar bilan tanishtirib olamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.